Chilonzor 11-kvartal 3 xona, 4 xona qilingan 2-etaj Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan sotilayotgan uyimizni ko'rsatamiz. Qani ketdik. Asosiy zal mehmonxona qismini ko'rdinglar. Televizorning zona, kirush prixoshkamiz. Bu yoqda bolajonlar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin, marhamat. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasi joylashgan, o'zini televizorlariga ega. Xonadonimiz shundoqqina yo'l yuzida 4 qavatli domni 2-qavatida joylashgan. Umumiy maydoni 65 kvadrat metrdan iborat. Har bitta xonalarga tepli pollar o'rnatilgan. Kirush prixoshkamiz. Bu yoqni kladovka, garderob sifatida foydalansanglar bo'ladi. Podezlarni ham ko'rdinglar, toza, akkuratni. O'zini alohida joylashgan sanuzel qismlarini ham ko'rib turibsizlar. Sovg'asiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu 4-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. O'zini garderob mishkaflariga ega. 1,5 ga 3 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Oshxonadagi barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyiga joylashtirilgan. Uyimiz narxi $95,000.